Ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan o'sha mashhur aksessuar brendi hali ham ishlaydimi yoki yo'q? To'g'risi, 5 oy oldin men bunga umuman ishonmasdim. Nimasi ishlashi mumkin deb o'ylagandim. Lekin qarabsizki, bu brendga mendek sodiq odam topilmadi. O'zim shunaqa yaltirashiga mana shu zardob sababchi. Bu уже 6-chi tugashi. Buni ham уже 5-chisi tugashi. Endi-chi, ishlatmaysizmi desangiz, yo'q, meni oldindan taniydigan qizlar biladi. Har doim men zapasi bilan olaman. Sovg'a sifatida yaqiningizga bersangiz qanchalik xursand bo'lishini bildingizmi? Shunaqa men ham xursand bo'ldim shuni olganimda. O'sha mashhur glow effekti uchun tayyor sizlarda set. Ko'zdagi ishlarni, qora ishlarni va charchash holatini oldini oladigan eng mo'jizali zardoblardan biri. Busiz parvarishimni hech qachon tugata olmayman. Va albatta uni yordamchisi mana shu zardob. Endi paydo bo'lgan mayda toshmalar, mayda pigment dog'chalarini yo'q qilish uchun shu mahsulotni ishlatishingiz shart bo'ladi. Prosta buni yaltirashini qaranglar va ustidan chuqur namlovchi shunaqa kremini ishlatib olaman. O'zimda pigment dog' va mayda toshmalar bo'lmasa ham, mana shu naborni har doim ishlataman. Parvarishingizni endi boshlayotgan bo'lsangiz, men tomonidan sizga 100% tavsiya.